Assalomu alaykum, rasmiy Jasur Buxoro kanalining hurmatli obunachilari. Men sizlarga bugun hamma yangiliklarni aytib o'taman, lekin siz bizni kuzatishni davom eting. Jasur Buxorodagi yangiliklardan boshlasam, birinchi o'rinda bizda 1+1 aksiyasi ketyapti. Bu degani siz avtosalonga kelib xohlagan turdagi Jasur avtomobilni xarid qilib, yana bitta avtomobil yutib olishingiz mumkin. Undan tashqari Lototron o'yini, ya'ni uyingizga qo'shimcha maishiy texnika, shunchaki sizga bonuslarga tushadi. Undan tashqari avtomashina uchun qo'yiladigan jihozlar, parok, tonirovka, защита karta, защита setka, bu ham sizga bonus bo'ladi. Xullas, hurmatli mijozlarimiz, O'nikta viloyatidan keladiganlar uchun Qoraqalpoq bo'ladimi, Xorazm bo'ladimi, Navoiy siz uchun ajoyib maxsus takliflar. Ya'ni siz uzoq yo'ldan kelasiz, ishingiz bir kunga bitmasa agar sizga mehmonxona taqdim etiladi va siz ertasi kuni kelib ishingizni tinchgina bitkazib ketishingiz mumkin. Xullas, kelinglar hurmatli mijozlarimiz, men sizlarga bitta avtomobillarni ko'rsatib o'taman. Birinchi navbatda eng ixcham avtomobil X50 dan bo'lmasa boshlaymiz. Ko'ring. Bu avtomobilimiz 2025-yilda juda ham ko'p sotilgan, ya'ni trend avtomobil, juda ham ixcham. Hozirgi damda bu avtomobilimizda ikki xil komplektatsiyasi mavjud, ya'ni luxury va premium. Avtomobilimizda chegirma bo'lyapti. Bu avtomobilimizni hozirgi damda narxi 280 million full komplektatsiyasi, lekin sizga chegirma narxda 273 millionga chiqarib beramiz. Yana skidkasi ham bor. Keling dalishi. Ya'ni bu avtomobilimiz Jutur X70. Bu avtomobilimizning narxi bundan oldin 300 million edi, birinchi komplektatsiyasi, lekin siz hozirgi damda 270 millionga xarid qilishingiz mumkin. Ikkinchi full komplektatsiyamiz 318 million edi, lekin siz hozirgi damda 280 millionga xarid qilishingiz mumkin. Bilasiz, bu avtomobilimiz 7 kishilik oilaviy crossover. Birinchi komplektatsiya bilan ikkinchi komplektatsiyaning farqi faqat old faralarda bo'ladi, ya'ni buniki svetodiodniy LED. Full komplektatsiyasiniki birinchisi sariq yonadi. Atak ichi bir xil, ya'ni 1,5 kvadrat metr panorama lyuk, kojniy salon, hammasi bir xil bo'ladi. Motori 1.5 turbina motor. Avtomobilimizga 5 yil yoki 150 ming kilometr kafolat taqdim etiladi. Ushbu avtomobilimizsiz minimal boshlang'ich to'lov oylik ish haqingiz bo'lsa 20% bilan, oylik ish haqisiz 25% bilan xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari, agarda sizga foiz va penya kerak bo'lmasa, agar bizda foizsiz muddatli to'lov bor. Bu degani 5 yilgacha siz minimal boshlang'ich 25% to'lab, muddati 1 yildan 5 yilgacha xarid qilishingiz mumkin. Bu 7 kishilik oilaviy crossoverimiz edi. Endi ketdik sizlarga sport car, ya'ni Jutur Dashing avtomobilimizni ko'rsataman. Ushbu avtomobilimizni xaridori juda ham ko'p, chunki buni dizayni qolgan avtomobillardan ajralib turadi. Old oblitsovkasini ko'rishingiz mumkin. Bu hozirgi avtomobilimiz bir dona izumrud rangida kelgan, ya'ni kimga kerak bo'lsa, bemalol avtosalonga kelib test-drive qilib ko'rishi mumkin. Undan tashqari trading xizmatlari mavjud. Bu degani, agarda o'zingizni haydab yurgan avtomobilingiz bo'lsa, farqi yo'q. Cobalt bo'ladimi, Gentra bo'ladimi, farqi yo'q, keltirasiz, biz uni baholab sizga yangi avtomobil taqdim etamiz. Avtomobilimiz 1.5 turbina motor, ko'rishingiz mumkin. Polniy svetodiodniy LED optikalar bilan jihozlangan, 3D reshotka radiatori. Avtomobilimiz ichki qismini ham sizga ko'rsatib o'tamiz. Redline bo'lingan. Полностью сиденьlar обогрев, multirul. Avtomobilimizni to'liq ko'rmoqchi bo'lsangiz, avtosalonimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Test drive xizmatimizdan foydalaning. Barcha turdagi ranglari mavjud. Hozirgi damda bu izumrud rangi, mana orqangizda oq rangidan ham bor. Qora rangi ham kerak bo'lsa, qora rangidan ham bor. Keyingi avtomashinamiz bu 2026-yilda yangi kelgan avtomashina, bu Jutur T1 avtomobili. Ushbu avtomobilimiz 3 xil komplektatsiyasi bor, ya'ni turbina motorligi bor, gibrid varianti. 1.5 turbo, 2 turbina motor va gibrid varianti. Avtomobilimizni noodatiy, ya'ni ko'k rang deysizmi, seri rang deysizmi, oq, qora barcha turdagi ranglari mavjud va komplektatsiyalari. Avtomobilimiz kafolati 6 yil yoki 200 ming kilometr taqdim etiladi. Bemalol siz bu avtomobilimizni kelib, haydab ko'rishingiz mumkin. 3 xil rejimda harakatlanadi. Bu gibrid variantimiz. Old oblitsovkasiga уже o'zgarish kiritilgan. Ushbu avtomobilimizga hozirgi damda 20 milliongacha chegirma ketyapti. Birinchi komplektatsiyamiz bundan oldin 386 million sotilgan, lekin siz hozirgi damda atga 366 millionga xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari 5 yilgacha foizsiz muddatli to'lov ham amal qiladi va imtiyozli avtokredit. Bilasiz, bundan oldin imtiyozli avtokreditni bo'lmagan, ya'ni обычный standart kredit bor edi va yillik foizlari 30-28 dan boshlanadi, lekin siz hozirgi damda imtiyozli avtokredit asosida yillik foizlar 1% dan boshlab xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni bu 1% как бы hech narsa yo'q degani, hech narsa minmaydi degani.
Keyingi avtomobilimiz bu Jutur T2 avtomobili. 2 turbina motor. Buni xaridori juda ham ko'p. Bu polnopриводный avtomobilimiz, ya'ni to'liq uzatgich 7 xil rejimda harakatlanadi. Ushbu avtomobilimizda ham qora rangi, oq rangi, sera rangidan наличиеda mavjud. Avtomashinamiz haqida to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, siz bemalol avtosalonimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Manzilimiz Buxoro shahar Karvon cho'raqadan keladigan rezidensiya yo'li, Gazli shoh ko'chasi 1-uy. Agarda sizga grafiklar muhim bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling va biz sizga grafiklarni hisoblab beramiz. Barchangizni rasmiy Buxoro avtosalonida kutib qolamiz.